Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir mijozimizni PlayStation'ga o'yin yozib berganmiz. PlayStation 3 ga futbol sostavlarini yangilab mana qarang. Real bilan anchadan bir futbol o'ynamasdim. Real bilan Manchester City'ni qo'yib 5-0 hisobida yutdim. Anchadan bir futbol o'ynamasdim. Abduqodir City muxlislari xafa bo'lmasa Realdan qoldim-da. Bunga men yutib qo'ydim mana. Albatta bu hazil. Qanaqa tarkib qilganimni ham bir ko'rsatib qo'yaman. Hop. Hop. City tarkibi. Xuddi shunaqa qilib tarkib tuzadigan bo'lsa, xudo xolisa bu safargi o'yinlarda Realni yutadi. Men 5-0 ga yutdim, ular bir 7-0 qilib yuboradi. Bu videoni agar o'sha City'dan tanishlari bo'lsa, qashab o'yini o'sha Zidanmi, kim treneri, yo'qolsam Abduqodirgami, men juda qiziqib olmayman. Agar kimgaki albatta bu gaplarimiz hammasi hazil. Kimgaki agar PlayStation 3 ga, 4 ga o'yinlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilavering.